Hurmatli savatdaşlar, bugünkü hikayemiz Chala tabib odam o'ldirar. Ma'lum shaharda usta bir tabib bo'lib, uning bir shogirdi bor ekan. Shogird doim ustosining kasal ko'rib, dori buyurishiga zan qo'yib turar ekan. Bir kuni bir atquchining qursiga qattiq og'rib, tabibning qishiga kelibdi. Tabib u kasalning tomirini tutib, enchiki tekshirgandan keyin 2 sar suv may ichishni buyuribdi. Atquchi tabibning ko'rsatmasi bo'yicha 2 sar suv may ichibdi. Suv may atquchining ichini surib, ichiga o'rnashib ketgan chang to'zonlarni haydab chiqaribdi. 1-2 kundan keyin uning kasali saqayibdi. Aradan bir qancha vaqt o'tibdi. Tabib shogirdini uyidan xabar ilishga qo'yib, o'zi dori o'simliklarini yig'ish uchun taqqa chiqib ketibdi. Bir kuni bir juvozchining qo'rsiqi qattiq og'rib, tabibning uyiga kelibdi. Tabibning shogirdi juvozchiga 2 sar suv may ichishni buyuribdi. Juvozchi 2 sar suv mayni ichgan ekan, bir necha kungacha ichi to'xtamay surib, hodidan ketib o'lib qolibdi. Shu asnoda tabib tog'dan qaytib kelibdi. Juvozchining xotini tabibning qishiga kelib, uni og'ziga kelganicha haqoratlab, arz qilish uchun tabibni so'rabdi. Tabib ahvolni surishtirsa, shogirdi "Sizlar o'tganda otquchining qo'rsoq og'riqiga 2 sar suv may buyurgan edilar. Mayni ichib otquchida qo'rsoq og'riqi saqaygan edi. Shunga men juvozchiga 2 sar suv may ichishni buyurgan edim" debdi. Atquchining qo'rsiqi og'rishdagi sabab debdi tabib shogirdiga. U atquchi bo'lg'achqa doim chang to'zonlar orasida ishlaydi. Ichki a'zolariga to'pa chang o'rnab qoladi. Shunga uning qo'rsiqi og'rigan. Men shu vajidan suv may ichishni buyurgan. Ammo juvozchi doim may bilan haplashgachga ichki a'zolarga yog'ning busturi o'rnab ketgan. Uningga seg'iz yeyishni buyurish lozim edi. Chunki seg'iz odam benidagi mayning dog' busturini o'ziga singdirib ilib chiqib ketadi. Biroq sen juvozchiga dorini xato buyurgan. Shundan keyin xalq ichida Chala tabib odam o'ldirar degan maqol tarqalibdi. Xotin nahiya xalq cho'chaklari